Xotinchik, eshikni yopib qo'yma, eshik qo'yapman. Jonim, agar ozroq pulingiz bo'lsa, bu tashab ketsangiz, uyga go'sht olmasak ham kartoshka, piyoz, sabzi olaylik. 165 ming pulim bor ekan. 5 ming bo'lmasa yo'l kirib yopib qo'yaman. Qolganga ro'zg'orlik qil. Agar ortsa, bittagina go'sht osh qilib bersan. Rahmat, Erjonim. Akam bormi, Dila yengajon? Akangiz yo'q edilar, ishga ketuvdilar. Kiring uyga. Hamma kasal. Ozroq pul yordam qila olasiz? Albatta, faqat 160 ming pulimiz bor. Shu yetadi degan umiddaman. Rahmat, birlaringizga ming bersin. Bitadi, rahmat. Mayli. Xotinchik, buni qara beraki. Erjonim, bu narsani qayerdan oldingiz? Kim berdi sizga? Bir saxiy bo'y pul va oziq-ovqat ehsonlik qildi. Naqd 1.600.000 puli ham bor. Bugun o'zi singiz kelgandi. Bozorlikka tashab ketgan pulingizni singizga berib yuborgandim. Rosa o'ylagandim sizga nima deyman deb. Lekin Allohimning o'zi sizga javob qaytaribdi. To'g'ri aytishadilar. Bir bersang 10 qilib qaytadi deb. Ehsonning mukofoti ehson bo'ladi. Eng katta ehson esa oilaga qilish kerak. Bu video yoqqan bo'lsa, videoning tagida kommentariy o'z fikrlaringizni qoldirib, tanishlaringizga yuborishni unutmanglar. Hammalaringizga rahmat.